Qadrli do'stlar, Palma Kredit savdo markazida ham biz konkurs qilayotgandik. Hozir ko'zlaringni oldida g'olibimizni aniqlaymiz, ya'ni birinchi g'olibimizni aniqlaymiz. Ya'ni mana shu bitta sovg'amizni egasi bo'ladi hozir. Kamerani yaqinroq olib kelasiz. Hurmatli mijozlar, mana hamma narsa shaffof. Xo'p, mana sanoqchi botimiz orqali eng ko'p odam to'plagan mijozimiz subhanalloh nik asosida Telegramda faoliyat ko'rsatuvchi mijozimiz. Xo'sh, mana profiliga kiramiz. Sirazi aloqaga chiqamiz. Hop, internetimiz chataqli qilyapti. Mijozimiz onlayn bo'lmaganligi sababli aloqaga chiqolmadik. Голосовой tashlaymiz. Hurmatli mijozimiz, sizni Palma savdodan beri qilyapmiz. Xo'p, omadli ishtirokchi aksiyamizda, ya'ni Telegram kanalimizga eng ko'p odam qo'shganlarda birinchilarda bo'lganligingiz uchun sizga ajratilgan sovg'alardan bemalol bittasini kelib tanlab olishingiz mumkin. Iltimos, bizga aloqaga chiqsangiz. Men Palma savdoni adminlari, rahbarlari bo'laman. Ismim Bahromjon. Mana mijozimizga голосовой tashladik. O'zlari aloqada bo'lmaganliklari uchun aloqaga chiqishlari bilan chaqiramiz, kelib bemalol yoqqan sovg'alarni bittasini tanlab olishlari mumkin. Undan tashqari o'yinimiz tugagani yo'q. O'yinimiz yana davom etadi. Sizlar ham ko'p odamni qo'shsalaring, sizlar ham mana shu sovg'alardan birini yutib olishinglar mumkin.